Musofirchilikda sosiskani magazinlardan topa olmaganingizdan kelgan. Qanaqasiga bo'lsa ham, sochni, mazali sosiskani uy sharoitida qilishni o'rgatingmi? To'xtab turing, bitta like bosib qo'ying ko'rishdan oldin. Ting! Qo'y ichaklarini olib 1 soatga suvga ivitib qo'yamiz va undan keyin ozgina mol go'sht, ozgina tovuq go'shtimizni мясорубкаdan o'tkazib, yaxshilab aralashtirib, yana bir marta мясорубкаdan o'tkazamiz. Xullas 2 marta мясорубкаdan o'tkazar ekanmiz. Keyin chesnok qo'shamiz, spetsiyalarni qo'shamiz. Opisaniyada hammasini men yozib o'tib ketaman. Undan keyin yaxshilab hammasini aralashtirib tashlaymiz. Xohlasangiz blenderda, xohlasangiz qo'lda. Keyin sut qo'shamiz. Sutdan keyin albatta lo'lagini sokini qo'shib yuboramiz va shunaqangi chiroyli rang bo'ladi. Va ichaklarni yaxshilab nasatkaga o'rnashtirib olib, farshimizni yana bir marta o'tkazishni boshlaymiz. O'zingiz xohlagan razmerda qilib, aylantirib chiqasiz va chiroyli sosiska bo'ladi. 6 daqiqa suvda qaynatib qo'yib, morozilkaga yuborasiz va har kun nonushtada hot-dog qilib berasiz. Xohlasangiz qovurib, xohlasangiz suvda pishirib.